Tohir Malik shaytanat. Aslida esa bu jumboqning yechimi unchalik og'ir emas. Yechimga Noila o'ldirilgan tunda kirishilgan bo'lsa-da, hal qiluvchi palla deb 1988-yil 31-dekabrni belgilash mumkin. Otasini olib ketishganidan beri 31-dekabr nazariy hisobidagi Yangi yil kechasi Asadbek uchun motam tusini olgan edi. Ulg'ayib, uylanib, bola chaqali bo'lganidan keyin ham atrofida odamlar to'planib, qudratli kuchga aylanganidan keyin ham yilning so'nggi kunida yolg'iz qolar edi. Bu kuni uni hech kim bezovta qilmasdi. Aniqroq aytsak, bu kuni unga birov yurak yutib betlay olmasdi. Bu kuni u eng muhim ishlarini ham chetga yig'ishtirardi. Oldi peshayvon 2 xonali o'sha eski uyiga borib, chiroqlarni yoqmay, tanchaga cho'g' tashlamay tong ottirardi. Yangi yil kechasi uning eng sara, eng sodiq 4 yigiti uchun ham harom edi. Ularning ikkisi ko'chaning u boshida, ikkisi bu boshida sergak turardi. Shu tun qor tugul tosh yog'sa ham, sovuq 1000 darajaga chiqib ketsa ham bu hol o'zgarmas edi. Asad o'sha kecha otasining aytganini bajarmadi. Qo'shnisi Jalillarnikiga chiqmadi. Nazarida haligi odamlar hazillashganday. Dam o'tmay otasi qaytib keladiganday tuyuldi. Ana, ko'cha eshik g'iyt etib ochildi. Ana, dadasi haligi 2 kishi bilan birga kulib kirib keldi. "Qalaysan toychoq? Mening o'g'lim Azamat hech narsadan qo'rqmaydi" desam, bular ishonishmay men bilan garov o'ynashgan edi. Sinab ko'rib yutqizishganini tan olishdi. Qoyilman senga. Ularni boplading. Shunday deb dadasi uni o'pdi. Ko'cha eshigiga ilhaq tikilib o'tirganida ko'ziga ko'rindimi yo bir zumgina mudroq yengan chog'ida shirin tush ko'rdimi farqlay olmadi. Har holda dadasining qaytishiga qattiq ishondi. Tancha sovidi, chiroq yoqmadi, qo'rqmadi. Ishonch qo'rquvdan ustun keldi. Nigohi qorong'ulik bag'rini titib, timirskalanib kezdi. Oy ko'tarilgach hovlini qoplagan qor oppoq oqarib atrofni yoritdi. Oy nuri singan ko'zi o'rniga qog'oz qoplagan deraza orqali uyga ham kirdi. Ko'cha eshik ertalabgacha qilt etmadi. Dadasining ketishi hazil emas, chinga aylanayotgan damda ko'cha eshik ochildi. Dadam. U irg'ib o'rnidan turdi-yu, eshik og'zida oshnasi Jalilni ko'rib, o'sha zahoti joyida qotdi. Jalil hovliga kirib 1-2 qadam bosgach, to'xtab atrofga alangladi. Uning bunaqa odati yo'q edi. To'g'ri uyga kirib kelaverardi. Hozir esa bir narsadan qo'rqib to'xtadi. Asad. Jalil hovliga kirishi bilan shunday deb baqirib qo'yib, unga qarab yurardi. Bu safar past ovozda, birovni cho'chitib yuborishdan qo'rqqanday asta chaqirdi. Javobni kutdi. So'ng yana o'sha ovozda "Asad" deb qo'ydi. Asadbek o'rtog'ini ko'rib yig'lab yuboray dedi. Badanidan o'tgan sovuqni ham endi sezdi. Qo'rquv ham endi iskanjaga oldi. Jalil yana chaqirdi. Javob bo'lmagach, iziga qaytmoq uchun o'girildi. Shunda Asadbek jon holatda "Jalil" deb baqirdi-da, hovliga otildi. Jalil ranglari oqargan, ko'zlari kirtaygan, ko'kargan lablari titrayotgan o'rtog'ini ko'rib baqrayib qoldi. Keyin yugurib keldi-da, qo'llarini ushladi. "Sovqotdingmi?" dedi soddalik bilan. Asadbekning ko'zlaridan tirqirab yosh chiqdi. Ho'ngrab yubormaslik uchun pastki labini qattiq tishladi. O'zidan kattaroq yoki zo'rroq boladan kaltak yesa, yoxud o'yin chog'i yiqilib, u yer bu yerini og'risa yig'lab yuborardi.
Kuzda birdaniga 17ta yong'oqni yutqizganida ham alamidan yig'lab yuboruvdi. Hozir o'zini yig'idan tutdi. Vujudida o'zi ham anglamagan kuch uyg'onib, undagi yig'ini bo'g'di. Hozir dadasini olib ketganlarini, Yangi yil kechasi qorong'u, sovuq uyda bir o'zi o'tirganini aytib yig'lasa ham o'rtog'i ayblamasdi, kalaka ham qilmasdi. Bu holatni u keyin ulg'aygan chog'larida ko'p esladi. Yig'ini bug'a olgan qanday kuch ekan, deb o'yladi. Ammo o'ylab o'yiga yeta olmadi. Bu g'oyib kuchi uni faqat yig'idan to'xtatmay, ojizligini ham yenggan, sirli qudrat ham bergan edi. O'sha onda u mutiylik kishanini o'zi bilmagan holda parchalagan edi. Shu bilan birga inson bolasiga xos pokiza tuyg'ularni quvgan ham edi. Qorong'u kechada unga qo'rquv yaqinlashmadi, lekin mitti yuragiga yovuzlik tuxum qo'ydi. Yovuzlikning birinchi ovozini o'rtog'i Jalil eshitdi. Ularni o'ldiraman. Titroq, yig'i aralash ovozda aytilgan bu so'zni eshitib Jalil qo'rqib ketdi. Ko'chada janjallashib qolishganida qarab tur, o'ldiraman seni deb ko'p marta aytishgan. O'ldirish qanaqa bo'lishini bilishmas. Shu bois ham bu po'pisadan cho'chishmas edi. Ammo Asadbekning labidan uchgan hozirgi so'zlar bular po'pisa emas, amalga oshishi haq bo'lgan hukm edi. O'shandan beri yangi yilning birinchi kuni Jalil bu xonadonga kiradi. Asadbekning onasi vafot etgan yili 31 dekabr oqshomida chiqqan edi. Meni xoli qo'y deb iziga qaytardi. 1949 yilning 31 dekabri Asadbekka hayot beshafqat, hayot naq urushning o'zi, og'zingni ochib laylayganing o'lganing degan haqiqatni oydin qilib bergan edi. O'sha kuni u urushga kirgan edi. Oradan yillar o'tib, urushda mutlaq g'olib bo'ldim degan to'xtamga kelib edi. G'alabasiga ishongan edi. Kutilmaganda mutlaq g'olib emasligi ma'lum bo'lib qoldi. 2 kun burun qizi o'qishga ketdi-yu, qaytmadi. Yigitlari shaharning titi-pitini chiqarib ham topisha olmadi. Qiz o'qishda bo'lgan, tanaffusdan so'ng esa darsga qaytmagan. Ota-onadan xafa bo'lib yoki biron ko'ngil qo'ygan yigiti bilan qochdi degan faraz Asadbek uchun behuda edi. Asadbek g'animlari uchun toshbag'ir, farzandlari uchun g'oyat mehribon edi. Ammo mehrning chegarasini bilar, bolalarini erkalatmasdi. Shu bois qizning yengiltaklik bilan qadam bosishiga ishonmasdi. G'animlari bilan har kun, har soat olishuvchi, har daqiqa biror falokat ro'y berishi mumkinligini hisobga tutib yashovchi odam noxush damlarda tez fikrlash, tez xulosa chiqarishga odatlanadi. Asadbek ham tezda bir to'xtamga keldi. Uning hokimligi tuzdan yasalgan qasr ekan. Yomg'ir yoqqan mahali qasrning erib bitishini hisobga tutmagan ekan. Qizining o'g'irlanishi, aynan o'g'irlanganiga Asadbek shubha qilmaydi. Ana shu yomg'irdan nishon edi. Qizining o'g'irlanishi yana bir narsadan, shaharda yangi to'da paydo bo'lganidan ham darak edi. Asadbek faqat shahardagi emas, butun o'lkadagi yirik to'dalarni bilardi. Barcha to'daboshilar Asadbek deganda uning hurmatini joyiga qo'yishadi. Ayrimlar esa qo'rquvdan zir titrashadi ham. Asadbekka qarshi biror ish qilish u yoqda tursin, sha'niga mos kelmaydigan xunukroq so'z aytishdan ham cho'chishadi. Ularga Xudo bor desangiz ishonishmas, lekin devorning qulog'i bor desangiz ishonishadi. Ularning nazarida daraxtlarning, hatto o't o'lanlarning ham qulog'i bor. Tildan uchgan har bir nojo'ya so'z Asadbekka yetib borishini bilishadi. Ular Sadir qimorbozga o'xshab o'lim topishdan qo'rqishadi. Sadir qimorboz vodiyda beli baquvvat yigitlardan edi.
bir kechada 1,5 million yutib olib katta ziyofat berdi. Shunda manmanligi tutdimi yo ajal tilini qichitdimi, Asadbeklaring menga qulluq qilib kelsin. Istasam oldiga bir burda non qo'yaman, istasam suyak tashlayman, deb yubordi. Sadir qimorboz bu so'zlarni kayfning kuchi bilan aytdi-yu, unutdi. 2 kundan keyin ko'chalarida asfalt bosadigan mashinalar, egniga pushti kamzul kiygan kishilar paydo bo'lishdi. O'tgan hafta u ijroqo'm rahbaridan biriga bizning ko'chaga ham son bitadimi yo yo'qmi degan edi. Ko'chadagi harakatni ko'rib bizning gapimiz ham yerda qolmaydigan bo'libdi, deb g'ururlanib qo'ydi. Qo'ni-qo'shnilar pulning kuchi shuda, qimorboz bo'lmaganida ko'chamizga it ham, bit ham qaramas edi, deyishdi. Uzun ko'cha 2 kunda asfaltlandi. O'sha kundan e'tiboran qimorboz ham ko'rinmay qoldi. Qimorboz safarga ketsa 1-2 oysiz qaytmas edi. Buni qo'ni-qo'shnilar ham bilishardi. Lekin bu gal 5-6 kundan keyinroq qimorboz hech qayerda yo'qmish degan mishmishlar tarqab qoldi. 10 kundan keyin esa Sadir qimorbozning uyi sotiladigan bo'ldi. Uning xotini uyga xaridor chiqishini ham kutmay, Sadir akamlar katta shahardan joy olibdilar deb ko'ch-ko'ronini yuklab jo'nab ketdi. Hamshiralikka o'qib, turmushga chiqqunicha 1 yilgina ishlagan ayolning katta shahardagi jinnixonaga boshliq bo'lib qolganini eshitgan qo'ni-qo'shnilar hayratdan yoqa ushlashdi. Ayrimlar pulning kuchi shuda deb qo'yishdi. Shu ko'chadan ko'p qatnaydigan aravakashlar qimorbozning uyiga yaqinlashganlarida otlarning hurkishidan bir nimani sezishdi-yu, ammo astag'firulloh deb qo'yishdan nariga o'tishmadi. Hammaga ham jon shirinda. Asadbekni bilganlarga shu voqeaning o'zi kifoya edi. Uning qudratiga ishonqiramay turganlar ham ta'zim qiladigan bo'lishdi. Chunki Asadbek manmansiragan g'animdan bu atroflar uchun butunlay yangicha bo'lgan, g'oyatda vahshiy tarzda o'ch olgan edi. Shunday ekan, Asadbekka kim qo'l ko'tara olishi mumkin? Qo'l ko'targanda ham pichoqni duch kelgan joyga emas, yurakni mo'ljallab uribdi. Asadbek har bir to'daning imkoniyati, ish usulini fikr oynasidan o'tkazib, yo'q, ular jur'at etisholmaydi degan qarorga keldi. Bu ish tasodifan ro'y bergan emas, puxta o'ylangan, uzoq vaqt payt poylangan. Balki g'animga Asadbekning yaqinlaridan biri yordam bergandir. Qiz kuppa-kunduz kuni ko'pchilik orasidan o'g'irlangan. Demak, qizi ko'chaga chiqib, mashinaga qadar ham o'zi yurib borgan. Qizi tanimagan odamning orqasidan yurib bormaydi. Qizining dugonasi ham nom-nishonsiz yo'qolgani ma'lum bo'lgach, Asadbekka kalavaning bir uchi ko'ringanday edi. Ana shunda Asadbek keyingi 1 yil ichida qamoqdan qaytganlar bilan qiziqdi. Elchinning ham qaytganini bilib o'ylanib qoldi. Oradan 10 yil o'tibdimi? 2 oydan beri nima qilib yuribdi ekan? Nima uchun menga ro'baro kelmadi? Otuvdan olib qolganimni aniq biladi. Bila turib kelmagani qiziq. Asadbek yigitlariga Elchinni, qamoqdan qaytgan yana 5 odamni qattiq nazorat ostiga olishni tayinladi. Ko'ngli notinch bo'lganiga qaramay, 31 dekabr kuni eski uyiga qarab ketdi. Asrdan o'tib shomga yaqinlashgan paytda ko'cha eshigi ochilib, xotini ko'rindi. Dadasi ham xuddi shu paytda kirib kelgan edi. U eshikni shart ochib, ichkari kirib, "Toychoq" deb suyunchilagan edi. Xotini esa eshikni ohista, xuddi sindirib qo'yishdan avaylaganday ochdi. Hovliga horg'in-horg'in qadam tashlab kirib keldi. Dadasi ko'ringanida bolaligiga borib, yot kishilarni bir nafasgina unutib, irg'ib o'rnidan turgan edi. Xotini ko'ringanida esa tosh qotdi. Issiq jon oyoqlarini tark etib,
badaniga sovuqlik yugurdi. Dastlab xayoliga qizim topilibdi degan xushxabar keldi. Ammo bu fikr umri yashin umridan ham qisqa bo'ldi. Shum xabar keltirgan. Shu fikr uning tanasidan jonni quvib chiqara boshladi. Manzura erining ko'ziga biron marta tik qaramagan. Biron marta bo'lsin ishiga aralashmagan. Nima qilyapsiz, pulni qayerdan topyapsiz demagan. Vazifam erimni suyib erkalash, bola tug'ib berish, uyni sarishta tutishdan iborat deb bilgan ayol yostiqdoshi uchun muqaddas bo'lgan bu kunda uni bejiz bezovta qilmas edi. Ko'cha eshikdan ayvongacha 15 qadam, ayvon 2 qadam. Asadbekning nazarida Manzura bu yo'lni bir necha soatda bosib o'tganday bo'ldi. Avvaliga tezroq yur deb baqirib bermoqchi edi. Ammo sovuq xabarni bir soniya bo'lsa-da kechroq eshitganim ma'qul degan yashirin o'y bunga yo'l qo'ymadi. Manzura ostona xatlab qadam qo'yishga jur'at etmay eriga baqrayib qarab qoldi. Uning qarashida iztirobdan ko'ra qo'rquv zohir edi. Asadbek u bilan salkam 30 yil birga umr ko'rib, biron marta urmagan, so'kmagan edi. Shunga qaramay xotini undan qo'rqardi. Odamlardan Asadbekning yovuzligi haqidagi gaplarni eshitib yurak oldirgan desak, bu ovozalar keyinroq chiqdi. Asadbek chimildiqqa kirib kelganida uning ko'zlaridagi o'tni ko'rgan-u, yuragi shuv etib ketgandi. Holbuki u damda Asadbek ko'zida yovuzlik emas, kuyovlardagina bo'ladigan hirs o'ti mavjud edi. Manzuraning otasi badjahlroq edi. Onasi esa huda-behudaga kaltak tushib qolishiga ko'nikib ketgandi. Er zoti xotinini mana shunday uraveradi degan tushuncha Manzura ongiga singib ketgan. Shu bois erining bir kunmas bir kun qattiq do'pposlab qolishidan qo'rqib yashardi. U ba'zida o'zicha bunaqa qo'rqib kutgandan urib yuborganlari 1000 marta yaxshi edi. Kaltak yeb o'ladigan bo'lsa, onam allaqachon o'lib ketardilar deb qo'yardi. Asadbek xotinini behad hurmat qiladi, boshiga ko'tarib yuradi desam, sizni aldagan bo'laman. Asadbekka muhabbat begona desam, siz ishoning. Hayotdan alamzada yurak ko'zlari hovuzlik pardasida to'silgan. Muhabbat otliq pokiza fazilat bunday biqiq va qorong'u bo'shliqda yashay olmas edi. Lekin shunga qaramay xotiniga bir buyum yoki o'yinchoq sifatida ham qaramas. Manzuraning ayrim qiliqlari, ishlari yoqmaganda ham qattiq gapirmas edi. Manzuraning hatto ovqat tayyor deyishga qo'rqib turishidan achchiqlanib, bolalarni o'zingga o'xshatib mo'tiy qilib qo'yma, derdi. Sezib turibman, siz bu gaplarimga unchalik ishonmadingiz. Odamni o'limga hukm etganida yuragi jiz etib qo'ymaydigan Asadbekning uyda musulmon shiva bo'lishi siz uchun g'alati tuyulishi mumkin. Lekin men sizga Asadbekning onasi haqida hali so'zlaganim yo'q. To'ng'ich farzandi emaklay boshlaganida erini urushga kuzatgan, 2 oydan so'ng qora xat olganiga qaramay 5 yil yo'lga ko'z tikkan, og'zim oshga yetdi deganda esa boshi toshga tekkan. Ikkinchi o'g'lini tug'ib chiqqanida erining qamalganini eshitgan. So'ng dada deb tili chiqqan Samandarning o'pkasini sovuqqa oldirib egamga topshirgan. Har safar turib samovar qo'yib erini kutgan mushfiq ayol haqida keyinroq so'z ochaman. Qani aytingchi, onasining dardli hayotini ko'rib ulg'aygan odam ayolga qo'l ko'tarishi yoki haqorat qilishi mumkinmi? Shuning uchun ham sadirqimorbozning xotinini yolg'iz tashlab qo'ymadi. Shuning uchun ham noilaga pichoq sanchgan yigitni surgun qilib yubordi, desam ishonarsiz. Hozir bu gaplarning o'rni emas. Hozir Asadbekning eski hovlisidamiz. Asadbekning o'zi nimqorong'u uyda, xotini esa ostonada turibdi.
Asadbek ostonada turib qolgan xotiniga ishqilib xushxabar aytsin degan ilinjda tikildi. Tezroq gapir, dedi ichki bir hayqiriq. Yo'q, indamay tursin, dedi boshqa bir ovoz. Er-xotinning bir-biriga unsiz tikilib turishi 3-4 nafas davom etdi. Ammo Asadbekning nazarida soniyalar soatlar kabi kechdi. Beixtiyor gapir, dedi. Biroq ovozini o'zi ham eshitmadi. Hatto tili ham muzlab qolganday g'o'dirandi. Manzuraga bu ovoz g'oyibdan eshitilganday bo'ldi. Gapirishga mador topolmay yutindi. Asadbek o'zini qo'lga olishga harakat qildi. Topildimi? Manzura ha deganday bosh irg'ab yig'lab yubordi. Tirikmi? Asadbek nima uchun bunday deb so'raganini o'zi ham bilmadi. Xudoga shukr, tirik. Manzura shunday deb labini tishladi. Shu so'z Asadbekka jonini qaytarib berdi. Shart o'rnidan turib xotiniga yaqinlashdi-da, uni ikki yelkasidan tutib silkidi. Unda nimaga yig'laysan? Nimaga vahima qilasan? Manzura boshini egib yig'lab yubordi. Asadbek shu paytgacha xotinini chertmagan odam, tarsaki qo'yganini o'zi ham sezmay qoldi. Gapir deyapman. O'zini qo'lga olish uchun Manzuraga shu tarsaki kifoya edi. Mengina o'lay. Qizingiz aytolmayman dadasi. Gapir, xuddi bo'g'ib tashlayman. Asadbekning ovozi tahdidli. Bu shunchaki bir po'pisaga o'xshamas edi. Qizingizni bir ahvolda tashlab ketishdi. Asadbek nima gapligiga tushundi. Bundan ko'ra o'ldirgani yaxshi edi, dedi o'ziga o'zi. Bu shunchaki tasodif emas. Kim bo'lsa ham meni o'tmas pichoq bilan so'ydi. O'lgunimcha it azobini totishimni istagan odam qilgan bu ishni. O'ch olishni bilarkan. Meni o'ldirib keta qolganda lazzat ololmasdi. Endi azobda to'lg'onishimni ko'rib lazzatlanmoqchi. Yo'q, chuchvarani xom sanabdi. Lazzatlana olmaydi. Men o'zim yuragimni sug'urib olib chaynab tashlashim mumkin, lekin u ko'zlarimda azob uchqunini ko'rmaydi. Bu meni jangga chaqirdimi? Demak, kurashaman. Yomonlari chiqdi yo'ldan, zahar xanda qildi ag'yore. Yomonlari chiqdi yo'ldan,